Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Hamma tinchmi? Sog' salomatmi? Ro'zalarni tutyapsizmi? Charchamang. O'zingizni urintirmang. Faqat ro'zaga oz qoldi. Sabr qilamiz, ro'zani ochamiz. Hammaga omad, baxt tilayman. Hammalaringiz uylaringizda to'kin sochilik bo'lsin. Har doim to'y bo'lsin. Ro'za-i Ramazon kunlarimizda nima niyat qilsak, hammasi ijobat bo'lsin Alloh orqali. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Menga layklar, kommentariyalar zo'rlarni yozayotganlarga alohida tashakkurlarim, rahmat. Borlaringizga Allohga shukr deyman. Sizda insonlar bor, dunyo turibdi. Yaxshi insonlar borki, O'zbekistonimiz gullab yashnayapti. O'zbekistonimiz musaffo bo'lsin. Osmonimiz tinch bo'lsin. Mehr oqibatimiz yo'qolmasin. Yaxshi kunlarda ko'rishni